Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 8-dars 3-qismini davom ettiramiz. Bugungi birinchi yangi so'zimiz bu fu wu yuan. Fu wu yuan ma'nosi ofitsiant degani. Fu wu yuan ofitsiant. Fu wu yuan ofitsiant. Nan fu wu yuan erkak ofitsiant. Nyu fu wu yuan ayol ofitsiant. Nan o'zi erkak belgisi, nyu ayol belgisi. Erkak ofitsiant chaqirganda o'sha nan fu wu yuan yoki ayol ofitsiant bo'ladigan bo'lsa, nyu fu wu yuan bo'ladi. 左边的是男服务员，右边的是女服务员。Endi mehmonxonada ishlaydiganlarni ham fu wu yuan deb chaqirsangiz bo'ladi. 饭馆服务员 restoran ofitsianti, 酒店服务员 shunda mehmonxona xodimi bo'ladi. 他们都是服务员 bular hammasi fu wu yuan deb chaqiriladi. Hop, rasmlarga mos keladigan gaplarni tutashtirib chiqishingiz kerak. O'zingiz bajarasiz, men javoblarni beraman. Birinchisi, mama jiao wo xianzai qi chuan. Onam meni hozir uyg'onishga chaqirdi, ya'ni jiao degani chaqirmoq. Biz buni shu paytgacha atamoq deb o'tganmiz va chaqirmoq degan ma'nosi ham bor. Mama jiao wo xianzai qi chuan. Hozir uyg'on deb chaqirdi. Ikkinchisi, 他请朋友在咖啡馆和咖啡厅。Chingni ma'nosi mehmon qilish, kimnidir mehmon qilish. 我请你 deydigan bo'lsa, men seni mehmon qilaman degan. Yoki 他请我 desangiz, u meni mehmon qiladi degan. 他请朋友 u do'stini mehmon qiladi. Kafe barda kofe bilan. Kafe, ya'ni kofe ichishga taklif qildi degan ma'noda. Keyingisi, 朋友让他坐出租车回家. Do'sti uni taksida uyiga qaytishga undadi. Hozir audio eshitib savollarga javob berasiz. Birinchi savolimiz, 女的为什么去找服务员? Ayol nega ofitsiantni qidirishga bordi? Nega ofitsiantni qidirdi? 女的住哪个房间? Ayol qaysi xonada yashaydi? 服务员，我房间的门打不开了。您住哪个房间？317。好的，我叫人去看看。Hop, audioni eshitdik, savollarga javob berasiz. Men hozir to'g'ri javoblarni beraman. 女的为什么去找服务员? Ayol nega ofitsiantni yoki o'sha mehmonxona xodimini desak bo'ladi, xodimni qidirdi. 他房间的门打不开了. Uni xonasining eshigi, 房间的门 xonaning eshigi 打不开了 ochib bo'lmadi, ochilmadi. 女的住哪个房间? 317, 317 xonada turadi. Tekst variantini ko'ramiz. 服务员，我房间的门打不开了. Meni xonamning eshigini ochib bo'lmayapti, ochilmayapti. 你住哪个房间? Siz qaysi xonada yashaysiz? 317, 317 xona, ya'ni 317 xona. Xitoyliklar xona raqamlarini yozganda bittalab aytadi. Keyin bir haqida gapirganda o'sha xona raqamlari, telefon nomerlari, mana shunaqa uzun raqamlarni aytayotgan paytingizda sonlarni bittalab aytasiz, faqat birda i demaysiz. I'ni biz birda i deb o'rganganmiz har doim. I r standard, lekin birda bunaqa paytda yo deb o'qiladi. Xona raqamlari, telefon nomerlari, qanaqadir mana shunaqa qator raqamlar turgan joyda o'qiganingizda agar bir chiqadigan bo'lsa, birda yo deb o'qiymiz. 317. 好的，我叫人去看看. Men odam aytaman, borib ko'radi. 我叫人去看看. Men odam chaqiraman, borib ko'radi. degan ma'noda. 服务员，我房间的门打不开了，您住哪个房间？317。好的，我叫人去看看。Hozirgi tekstda paraphrase qilingan varianti tushib qolgan so'zlarni o'zingizdan bilib qo'yib chiqasiz. Men hozir to'g'ri javobni beraman. 我住
我住三爻记我房间的门打不开了所以shuning uchun我出找服务员men xodimni qidirib bordim o'sha ofitsiantni qidirib bordim 服务员说 u aytdiki xodim aytdiki 叫人去看看 odam chaqiradi borib ko'rishga hozir yana audio eshitamiz eshitgan audio bilan rasmlar bir-biriga to'g'ri kelsa to'g'ri qo'yasiz noto'g'ri bir-biriga to'g'ri tushmasa noto'g'ri belgisini qo'yib chiqasiz hozir audioni qo'yaman har biri 2 martadan qaytariladi 一，他儿子是运动员，每天都很高兴。一，他儿子是运动员，每天都很高兴。二，我的手表不走了，请您看看好吗？二，我的手表不走了，请您看看好吗？三，哥哥的电脑打不开了，他让我问问你。三，哥哥的电脑打不开了，他让我问问你。 Hop, audioni eshitdik. Hozir to'g'ri javoblarni tekshiramiz. Birinchisi xato, chunki ta arzi shi yundongyuan deyildi. Yundongyuan degani bu sportchi. Meitian do'hin gaosing har kuni judayam xursand, judayam baxtli. Bu yoqda biz rasmda ofitsiantni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bu noto'g'ri bo'ladi. Bu de shobiao, bu zo'li shobiao degani qo'l soat. Bu zo'li degani yurmayapti, ya'ni buzildi. Chingnin kankan haoma iltimos qarab bering. Xo'pmi? Bu yoqda mana rasmda qo'l soat ko'rsatilgan, shuning uchun bu to'g'ri bo'ladi. GGda DNA da bu Kyle DNA degani kompyuter. Akamning kompyuteri ochilmayapti. Tarang wo wen u meni sendan so'rashimga undadi. Bu yoqda ham kompyuter va mana bosh qotib o'tiribdi. Shuni olamiz. Hop, shu joyda tugaydi bugungi dars. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, kommentariyada so'rasanglar bo'ladi.